Jim Carrey klonlangani haqidagi mish-mishlarga uning rasmiy vakillari izoh berdi. Gollivudning mashhur komik aktyori Jim Carrey Parijdagi Sezar mukofotini olgan videosidan so'ng uning yangi qiyofasi haqida g'alati mish-mishlar paydo bo'ldi. Internet foydalanuvchilari Jim Carreyning ko'rinishini oldingi suratlari bilan solishtirib, uning yuz tuzilishi, sochlari, hatto ko'z rangi o'zgarganini aytishdi. Ba'zi foydalanuvchilar bu o'zgarishlar sababi plastik jarrohlik yoki ukollar ta'siri desa, boshqalar esa asl Jim Carrey endi hayot emas, o'rnini klon egallagan deb bahslashdi. Bu vaziyatdan bloger va vizajist Alexis Stone unumli foydalanib, Jim Carreyning niqob rasmini joylab, aslida marosimda aktyorning o'rniga u ishtirok etganini aytdi. Bu mish-mishlar yanada kuchayishiga olib keldi. Ammo kecha Jim Carrey vakillari va marosim tashkilotchilari bu holatni rad etdi. Bu shunchaki fitna nazariyasi ekanligi aytilmoqda. Jim Carreyning vakili Marla Leslie Entertainment Weekly nashriga shuni aniq aytdi. Jim Carrey Parijdagi Sezar mukofoti taqdirlash marosimida bevosita ishtirok etdi va mukofotni o'z qo'li bilan qabul qildi. Marosimning umumiy delegati Grigoriy Kolye ham intervyuda bu mish-mishlar asossiz ekani, Jim Carreyning tashrifi kuzda rejalashtirilgani, bir necha oy davomida fransuz tilida nutq tayyorlagani va bundan tashqari marosimda uning oilasi, yaqin do'stlari ham birga ishtirok etganini aytdi. Qiyofasida o'zgarishlar esa yosh ta'siri va protseduralar natijasi bo'lishi mumkin.